Og'rimagan boshimga dard sotib oldim kesakanman. Necha buning deganimni video davomida tushunib olasiz. Va'da berganimni mana oldingi video 2000 dana like yangnagani uchun baraklarni nachinkalarni shab tayyorlashni o'rgataman. Ishonavering, siz hali bunday barak umuman yeb ko'rmagansiz. Xamirlarni shab tayyorlashni o'rganish uchun esa profilima o'tib, bundan oldingi videoni ko'ring. Birinchi bo'lib ijjonli nachinkadan boshlaymiz. Piyozni olib, fokus etib maydalab, molni yoniga qo'shamiz. Tabga ko'ra duz, priprava, qora-birch, podsolnечное масло, ta'mi boshqacha bo'lishi uchun ozgina shu tam qo'shib bersangizlar bo'ladi. Ikkinchi nachinka uchun kartoshkalarni tozalab, maydalab, suv solib, gazga qo'yamiz. Kartoshka pishgandan keyin esa saryog' bilan yaxshilab azib, sovigandan keyin ustidan bir dona tuxum chaqamiz. Saxana qilgan kartoshkani o'zini bitib beraver. Juda odam bo'lmagani uchun arimli lavlagini cho'rkadan o'tirib, so'kini chiqarib, rozovoy rang chiqarish uchun hayot zarbalaridan ezilgan kartoshkani yoniga qo'shib beramiz. Uchinchiga esa kadi barak pishiramiz. Men hayotda kadi pishirib ko'rmaganim uchun bilganimcha pishirdim. Agar siz boshqacha etib pishirsangiz, kommentariya ishab pishirilishini yozib keting. Xullas, kadini tozalab, maydalab, suv solib qaynatib olamiz. Pishgandan keyin azib, sovutib, bir dona tuxum qo'shamiz. Keyin esa bismillahir-rohmanir-rohim 3 xil xamirni yupqa etib yoyib, mayda-mayda etib kesib olamiz. Baraklarni xo'sha etib bikib, qaynab turgan suvda 5-7 minut pishirib olamiz. Ishonaveringlar, ta'mi dummazi bo'ladi. Обязательно bir marta pishirib ko'ringlar. Agar retsept yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, profilimga podpisatsiya bo'lib qo'yish adasidan chiqmasin, потому что keyingi video yarim soat ichida pishadi. Restoranskiy go'sht say. E'tibor uchun rahmat.